Bajarni xodim ekan. Usmon Farhod bilan qo'l qo'ydim. Yillik to'lov necha pul dedingiz? Tochkasiga 128 ming. Tochkasiga 128 ming. Shunda Tochkasi ikkita общийsi 128 ming. Ikkita tochkasiga. tochkasiga 128 mingmi yoki 64 mingmi? 64 mingmi tochkasiga? Nechinchi sonli qarorda chiqildi u? 2026-yildan boshlandi deyapsiz, to'g'rimi? 26-yillik mavsumi. Xo'p, 2026-yillik mavsumdan boshlandi. Prezident nechinchi sonli qaroriga asosan nechinchi bandida ko'rsatilgan? Nechi? 392-qarori bilan. 392. 392-qaror. 391-qarorlari. Qarorlari nechinchi bandida ko'rsatilgan? O'sha qarorlarda ko'rsangiz keltirib beraman. Просто men bu Yo'q, siz keltirib bermang, men o'zim internetdan izlab topib olaman. Bo'ldi, bemalol topib olaman. Nechinchi bandlarda просто qaror uzun bo'lishi mumkin-da, ko'p bo'lishi mumkin. Hammasini o'qib chiqmayman. O'zim ko'rikdan o'tish majburiymi, majburiy emasmi? O'shani aytingchi. Yo'q, majburiy emasligini bilmayman men. Men to'lov majburiymi, majburiy emasmi? Shuni so'rayman. Yo'q. To'lov. Hozir to'lovini. Ana shu to'lov majburiymi? Yo'q, o'zi 1 yilda bir marta mavsumni to'laman. Tamommi? Yo'q, shu majburiymi, majburiy emasmi to'lov? O'zingiz ana xohishingiz. Unda o'zingiz xavfsizligingiz uchun. Unda xohishim ertaga qarang, xudo ko'rsatmasin zaharlanish bo'lsa, ertaga shu xonadonni mana shu yong'inga qarshi kurashdan hududiy bo'lmadan ko'rikdan o'tinglarmi yo'q desa, o'zingizga muammo. Yo'q deyapman, qo'l qo'yib berdim-ku. Bu registratsiya bu. Biz registratsiya xonadonni kirganimizda. Demoqchi bo'lgan registratsiyangizmi? Ertaga bu kelman, hech kim kelmadi desa, men keltirib beraman. Yo'q, shu keldi, siz kelganingiz keltirib berdingiz. Men so'ramoqchi bo'lgan narsam, yillik to'lov majburiymi, majburiy emasmi? Shuni so'rayman. Bu yillik to'lovi, qarang, o'sha yillik to'lov qilganingizda mana yo'q, u yog'ini qo'yavering. U yog'ini qo'yavering. Kimga zarar, kimga nima, uni yaxshi o'shani 1 yil davomida biz tekinga yaxshi tushuntiribman uni. Yaxshi tushuntiribman uni. Tekinga xizmat ko'rsatasizlar. Men to'lamasam tekinga xizmat ko'rsatmaysizlar. Shuni to'lamasam ko'rsatmay qo'ya qolsalaring bo'ladimi? Majburiy emasmi shunda? Mayli, men yangi uyga ko'chib olsam, keyin to'lab beraman. Maylimi, shef? Mendan xafa bo'lmang, men o'zim uchun bu video. Bo'ldi, qiz bor aka. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling.